Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun sizlarga fiyalka uchun to'g'ri tuvak tanlash haqida o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda maslahat bermoqchiman. Fiyalka guli uchun kichkina tuvak tanlang. Ya'ni eng ma'quli 8,5 lik razmerdagi tuvak. Nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Fiyalka tomirlari qanchalik kichkina tuvakda joylashgan bo'lsa, chetiga tegsa, shapka bo'lib gullashi boshlaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, shapka bo'lib gullashi boshlayapti. Mana bu tarzda shapka bo'lib gullashi boshlaydi. Agar siz undan katta tuvakni tanlab qo'ysangiz, mana bunday 9,5 razmerda tanlasangiz, mana gullari yoyilib ketishi boshlayapti. Mana bu tarzda bo'ladi, lekin barglari yiriklashib boradi. Agar siz yo'q, men juda ham katta barglari bo'lishini xohlayman desangiz, mana bu tarzda katta tuvakka ekishingiz mumkin, lekin sizda shapka bo'lib gullashi kuzata olmaysiz, faqat barglari va yon atrofidan gullari chiqadi. Shuning uchun har doim siz fiyalka uchun kichkina tuvakni, mana bunday tuvakni tanlashingizni maslahat beraman.